Bu inson Formula 1 piloti bo'lishi mumkin edi, lekin u driftni tanladi. Unga butun Yaponiya Drift King, Drift qiroli deb nom berdi. Bu inson Keiichi Tsuchi. Keiichi Tsuchi o'zining Toyota AI86 bilan Ferrari Testarossa va Porsche 911larni mag'lub qilgan yagona inson. Yolg'on emas, bu inson haqiqiy tosh yo'llarda, tumanli burilishlarda, hech kim yurishga jur'at qilmagan joylarda mashinani shunchaki raqsga tushirgan inson. 1990-yilda u butun dunyoga driftni qanday sport ekanligini namoyish qildi. Hatto Formula Drift, Gran Turismo, Initial D bular barchasi shu inson ta'sirida yaralgan. Farsaj 3 Tokyo Drift filmida 1 soniyalik kadrda baliqchi obrazida ko'rinadi. Lekin u o'sha filmda kaskadyor va drift rejissyor sifatida boshqa sahnalarda ham qatnashgan. Ba'zi mashinalarni uni o'zi haydagan. Uning harakatlari o'yinga aylandi, kino bo'ldi. Ammo eng muhim fakt, Keiichi Tsuchi Monakoda Formula 1 trassasida ruxsatsiz drift qilgan inson va bu ishi bilan tarixda qolgan. U Toyota AI86 ga haqiqiy harakat ruhini jonlantirdi. O'zgarish kiritilmagan motor, lekin qalbida 1000 ot kuchi bor edi. Bu mashinalarga jon bergan inson edi. Toyota rasmiylari AI86 bilan drift qilinmasin deb e'lon qilgan. Lekin aynan Tsuchining ushbu mashinasi haqiqiy temir yo'lchiga aylantirgani uchun AI86 butun dunyoda GDM ramziga aylandi. U driftni xavflilik emas, nazorat va san'at deb ko'rsatdi. Minglab yoshlar rul ortida o'tirishdan oldin Tsuchini ko'radi. U nafaqat rul drift ustasi, balki butun GDM dunyosiga qonun o'rnatgan odam. Bu insonning ismi kitoblarga kiritilmagan, lekin asfaltda, trassalarda muhr qoldirgan. Drift King, drift qiroli Keiichi Tsuchi. Siz Keiichi Tsuchini tanirmidingiz? Kommentariyada yozib keting.